Alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan har doimgidek Tangirov YT bo'lmoqda. Do'stlar, men kecha yangi akkaunt oldim. Mana Jinbu 100 ga degan. Bugun sizlarga yangi akkauntimning obzorini ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib profildan boshlasak do'stlar, profilda mana level 14, 1 sata izdaniya bor. Mana ko'rib turganlaringdek bu bor. Mana do'stlar, Prime 1 akkaunt 1800 dollar solingan. Endi skladga kiramiz. Skladda 1 sata izdaniya. Firqarga birinchi kelgan mifik nabor bor. Mana shu nabor bor, keyin bu bor, bu ko'rib turishlaring mumkin. Bundan bu sochdan bu, maskadan bu, zlodan bu, kiyimdan bu bor. Bundan bu bor, oyoq kiyim bu bor. Emotsiya 2 dona, bulardan hech qaysi yo'q. Divizeniya yo'q, skin navki yo'q. Kolleksiyadan bitta mana bor. Legendarniy avroga o'xshagan. Profildan ko'rsatuv bor. Prochidan mana shular bor. Chiqamiz endi Arjunga kiramiz. Arsenal. Galereyani bosamiz. Va mana shular bor. Ko'rib turganlaringdek buncha ko'p arjasi yo'q o'zi. Bu yog'i hammasi nafsigida. Mana shular nafsigida. Bu yog'i. Короче, mana shular bor. Bundan bu o'rtoqlar, mana shu akkauntni men kechagina sotib oldim. Akkaunt yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. O'rtoqlar, iltimos tezroq 50 ta bo'laylik. Hammaga xayr o'rtoqlar. Обязательно obuna va like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.